qizlar, kollagen o'zi nima uchun kerak deyishlaringiz mumkin. Nimaga bu ayol han deb kollagen reklama qiladi deb. Kollagen inson organizmi 25 yoshgacha o'zi kollagen ishlab chiqaradi. 25 yoshdan keyin kollagen ishlab chiqarmagan evaziga ko'p insonlarga 25 yoshdan keyin soch oqarishi, yuziga ajin tushishi va qarish alomatlari sezilarli darajada bilinadi. Kollagen shu qarish alomatini, ya'ni sizni yoshligingizni saqlab qolish uchun sizni organizmingizga kerakli bo'lgan vitaminni va minerallarni yetishtirib bergan evaziga siz o'zingizni yanada sog'lom, yanada yosh his qilasiz. Porsiyasi qizlar 30 ta, ya'ni bir oyga yetadi. Siz yaxshi effekt ko'rishingiz uchun 3 oydan 6 oygacha shu mahsulotni iste'mol qilishingiz mumkin. Narxi 300 ming so'm.